Tashqi ko'rinishi oddiy, lekin ichkarida qasr qurilyapti desam ishonasizlarmi? To'g'risi boshida o'zim ham ishonmadim. Holat qaranglar. Tashqaridan birinchi ko'rgan odam ishonmaydi ichkarida bunaqa uy qurilayotganiga. Eshikni bitta ochishingiz bilan sirazi fikringiz o'zgaradi. Mashinani ko'rib 3-4 qadam tashlaganingizdan keyin siz hayolingiz 100% o'zgarib ketadi. Sababi ichkarida shunaqangi chiroyli imoratlar tushyapti, qaranglar. Jahongir Ortiqxo'jayev bitta gaplari bor edi, jim yur degan. O'sha gapni isboti bo'lyapti degan. Kirganingizda birinchi zalimiz eng so'nggi dizaynda premium segmentda obyektimiz remontdan chiqyapti. Qaranglar holatda. O displeyga necha displeyga. Tomonda yotoqxonamiz. Qoyilmisizlar? Qoyil qolmasdan iloji yo'q. O'shaning uchun ko'rinishga qarab baho bermayman hech qachon. Tuzam shakarga o'xshaydi deb ko'p aytaman. Bu tomonda ham mebel eshiklari bitgandan keyin bu obyekt qanaqa holatga kelishini o'zingiz taxmin qilib ko'ring.